Agar siz kuniga 5 mahal namoz o'qimasangiz, nima qilayotgan bo'lasiz? Siz aslida Allohni hurmat qilmayotgan bo'lasiz. Siz Alloh bilan bo'ladigan aloqani rad etayotgan bo'lasiz. Agar hozir kimdir sizga qo'ng'iroq qilsa, masalan, onangiz yoki otangiz, va ular sizga 1 marta, 2 marta, 3 marta qo'ng'iroq qilishsa, siz esa har safar telefonga qarab, onangiz sizga qo'ng'iroq qilayotganini, otangiz sizga qo'ng'iroq qilayotganini ko'rib turib, baribir ataylab javob bermasangiz, bu sizni qanday inson qiladi? Bu sizni yomon inson qiladi. Shunday emasmi? Chunki ota-onangiz siz uchun qadrli insonlar. Siz ulardan juda qarzdorsiz. Endi osmonlar va yerning yaratuvchisini tasavvur qiling. Siz nafas olayotgan, har bir nafasni berayotgan zotni tasavvur qiling. Sizning ruxsatingizsiz urayotgan har bir yurak urishni tasavvur qiling. Alloh bularning barchasini tanangizda siz uchun tartib bilan yaratib qo'ygan. U zot siz bilan o'zi aloqa qilmoqda va sizni kuniga 5 mahal u bilan aloqa qilishga chaqirmoqda. Siz esa buni qilmaslikni tanlayapsiz. Bu sizni qanday inson qiladi? Agar namoz o'qimasangiz, Allohga shukr qilmayapsiz. Agar namoz o'qimasangiz, Allohga itoatsizlik qilayotgan bo'lasiz. Buning boshqa yo'li yo'q. Namoz bizning hayotimizdagi eng zarur narsadir. Namozingizni tark etmang. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, namozni tashlamang. Chunki qabrda birinchi so'raladigan amal namozdir. Namoz o'qimaydigan odam jannatga kira olmaydi, birodarim, kira olmaydi. Bunda hech qanday bahona yo'q. Dunyodagi eng yaxshi inson bo'ling. Hamma odamlarni to'ydiring, ehson qiling, yordam bering, taom tarqating, qabrlar qurdiring. Lekin agar namoz o'qimasangiz, jannatga kira olmaysiz. Agar namoz o'qimasangiz, go'yo siz yo'qsiz. Agar Alloh sizga bir musibat, kasallik yoki biror qiyinchilik bersa, vallohi bu sizni sevgani uchundir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning eng suyukli bandasi edilar. Uhudda yaralandilar, Toifda toshbo'ron qilindilar, Xandaqda och qoldilar, Ka'bada u zotga azob berdilar. Hayotingizdan shikoyat qilmang, aslo shikoyat qilmang. Alloh buni yo gunohlaringizga kafforat bo'lish uchun beradi, yo darajangizni oshirish uchun beradi. Alloh taolo buni qiyomatdagi ulug' mahkamaga qoldirmaydi. Qiyomat kuni bor, shunga yarasha yashang. Bir daqiqadan keyin nima bo'lishiga kafolatimiz yo'q. Har lahzada o'lishimiz mumkin. Eng muhimi iymon bilan o'lishdir.